oxirgi ogohlantirish? Qanaqa ogohlantirish? Kim yubordi bu xabarni tushunmadim. Jo'xa, men seni ogohlantirgandim axir. Iltimos mendan uzoqroq yuring. Nimalar bo'lyapti o'zi? Men tushunmayapman axir. Oz qoldi, yaramas. Ba'zan sevgini tugat deb o'ylaymiz, lekin uni majburan tugatishgan bo'ladi. Bu hot doglar juda ham mazali ekan. Ayniqsa ertalabdan nonushtaga yesa juda ham ketar ekan. Qornim esa to'yib qoldi. Endi buni xolodilnikka solib qo'ysammikan? Yo'q. Ob-havo shusiz ham anchagina sovuq. Yaxshi shu yerda qola qolsin. Endi esa boshqa xonamga o'tib o'tirsam ham bo'ladi. Ertalab bo'lgan-ku, lekin quyosh tegmayapti, chunki osmon bulut, yomg'ir yog'ayotgan edi. Yomg'ir tinib qoldi. Stop, telefonimga xabar keldimi? U qizdan uzoq yur. Tushunmadim. Qanaqa qiz? Kira haqida menimcha. Bu kim bo'ldi ekan? Qayerdan bildi Kira bilan? Axir gaplashayotganim yo'q-ku Kira bilan. Qanaqasiga bu kim bo'ldi ekan? Men tushunmayapman. Obbo. Qanaqasiga kimdir sezib qolgan demak. Lekin kim sezib qoldi ekan? Men esa hech kimga aytgan emas edim. Xo'sh. Bu qanaqa mashina edi? Kimning mashinasi edi bu? Bizning ko'chamizda axir bunaqa mashina haydaydigan odam yashamas edi. Bunaqa notanish odamlar nimagadir aynan 1-2 kundan beri ko'chamizda ko'payib qoldi. Balki ana o qiz bilan bog'liqdir, bilmadim. Bugun menimcha ishga bormasam kerak. Telefonim kelyapti. Xo'sh. Alo, eshitaman. Jo'xa, qalaysan? Yaxshi dam oldingmi? Yaxshi, rahmat. O'zingiz ham yaxshimisiz, janob? Bo'ladi. Ishga kelasan bugun? Ishga bugun buyurtmalar yo'q-ku, telefonimda hech qanaqa buyurtma ko'rsatmayapti. Bilaman, buyurtmalar yo'q, lekin kelib biroz savdoga yordamlashsang juda ham yaxshi bo'lardi. Tushunarli. Mayli, unda hozir yetib boraman. Xo'p, tezroq kel iloji boricha. Mayli, xo'p. Qanaqangi savdoga yordamlash deyapti. Albatta, do'kondagi savdolarga yordam berishga chaqiryapti shekilli boshlig'im. Lekin unaqa ishlar meni zimmamda emas edi. Ammo borib yordam bermasam ham bo'lmaydi. Mashinamda benzini bormikan? Menimcha benzin o'tgan gal quyganim tugab qopti. Nima shunaqa doim quygan benzin tugab qolaveradi. Juda ham ko'p benzin sarflayapti mashinam hozir. O'shanga biroz kamroq benzin sarflash uchun kamroq benzindan foydalanganim ma'qul deb o'ylab qoldim. Xo'sh, bu to'la ekan. 3 ta olsak, bunisi ham to'la ekan, yetadi. 300 litr bo'ladi 3 ta idishda. Menimcha 300 litr bilan bemalol ishxonamga borib kelsam bo'ladi. Ko'pchilik bu mashinani elektr avtomobil, nimaga benzin quyibsan deb kommentariy yozgan ekan. Bu elektr avtomobil emas, shunchaki gibrid mashina, ya'ni elektr toki bilan ham yuraveradi, benzin bilan ham yuraveradi. Bunaqa mashinalarni gibrid deyishadi. Men esa buni o'shanaqangi xususiyati uchun olganman. Ya'ni har qanday yo'qligi bilan yura olishi uchun olganman. Menga mana shunaqangi mashinalar juda ham yoqadi. Xo'sh, buni qanday bursak bo'ladi hozir? Asta burish kerak. Nima bo'lgan taqdirda ham urib oladigan bo'lsam, bunga zapchastlar juda ham qimmat tursa kerak. Juda ham ehtiyot bo'lib haydash kerak. Ko'chaga hozir mayli shu yerdan chiqib ketsam hech narsa qilmaydi, chunki ko'chada qatnov yo'q. Qatnov bo'lganda jarima qo'llanishi mumkin edi meni mashinamga nisbatan. Pravamni olib qo'yishsa juda ham yomon bo'ladi. O'zi pravani zo'rg'a o'qib olganman. Qizil chiroqqa to'xtaymiz har doimgidek, chunki bu qonun doirasida belgilab qo'yilgan. Lekin uni uyi bu tomonda emas-ku. Biror ishi bordir balki, lekin u bilan gaplashib ola olmadim. Mayli. Nima ham derdim? Assalomu alaykum janob. Va alaykum. Jo'xa aka, nima gap? Yordam berasanmi menga? Albatta yordam beraman. Nima qilishim kerak? Bugun senga dastavkalar yo'q. Shunchaki yonimda turib klientlarga qarashib yuborsang bo'ldi. Xo'p, undan men bu yerdagi mahsulotlarni qarab chiqaman, ro'yxat olib chiqaman bo'ladimi? Bo'ladi. Qara, undan ko'ra sen Jorjga yordam ber. Mayli, unda Jorjga yordam beraman. Jorj, qalaysan? Ishlaring yaxshimi?
Janob, qalaysiz, yaxshimisiz? Ha, yaxshi, o'zing ham yaxshimisan? Ishlar yaxshimi? Hammasi zo'r. Nima qilyapsan? Nimalar bilan bandsan? Shu mahsulotlarni nima desam ekan, narxlarini belgilab, avtomatizmimizga urib chiqyapman. Ha, yaxshi, malades. Yaxshi o'zlashtiryapsan ishingni. Ha, juda ham oson ekan, o'rganib oldim o'zi. Ha, malades. Gap yo'q. Tak, men esa mahsulotlarni ko'rib chiqishim kerak. Bu yerda baliqlar bor ekan. Bularni biroz muzlatish kerakmi desam, tayda muzlar o'zi yetarlicha ekan. Guruch va boshqa narsalar hammasi joyida. Meva sabzavotlar ham hali ham tugamagan. Bu yerda muzdek ichimliklar, bu yerda ham xuddi shunaqa ichimliklar va bu yerda non mahsulotlar hammasi juda ham yaxshi. Hamma narsa joyida ekan, kamchilik yo'q-a? Janob, hech qanaqa kamchiliklar yo'q hozircha. Bu yerda morojnelar bor ekan, juda ham yaxshi. Xo'sh, yana qanaqa mahsulotlar? Bu yerda ro'zg'orga kerak bo'ladigan mahsulotlar bor ekan. Martinga va o'zimga buyurtmalar yo'q bugun. Juda ham yaxshi bo'ldi janobga. Janob, klientlar ham yo'q, nimagadir nima qilay? Hozircha shu yerda tura qol, kelib qolishsa kerak. Aha, mayli. SMS keldi, qani? Tak, bo'ldi, Redi chaqiryapti. Janob, hozir klientlar yo'qki, ketsam bo'ladimi? Nima qilasan, zarur ishing bormi? Ha, bitta do'stim bilan ko'rishim kerak edi, o'sha chaqirayotgandi. Unda mayli boraver. Mayli, rahmat janob. Arzimaydi. Tak, yaxshi bo'ldi janob ruxsat bergani. Reddini nima gapi borligini esa bilmadim. Hozir borib albatta so'rab ko'raman. Qani nima gapi bor ekan. Qanaqadir zarur gap bo'lmasa, bunaqangi SMS yozib chaqirtirmaydi albatta. Ya'ni men uyimni yoniga kelib kutib o'tirgan ekan meni. Tak, asta ko'chaga chiqamiz. Yashil chiroq juda ham ajoyib. Har doim ham yashil chiroqqa uchramayman. Ko'p marta svetoforda qizil chiroq to'g'ri kelib qolaveradi menga. Hayronman. Mayli, ketdim xullas. Xo'sh, yetib kelib ham qoldim uyimni yoniga va mana shu yerdan har doimgidek o'tib qaytaman. Shu yerdan bitta yo'l ochsa juda ham ajoyib ish bo'lardi, lekin nimagadir ochmayapti. Juda ham g'alati. Bizni ko'chamizga kirib chiqish uchun boshqa ko'chadan kirib kelish kerak. Bu juda ham vaqtni ko'p sarflashga to'g'ri kelyapti. Xo'sh, mashinamni hozircha shu yerda parkovka qilib qo'ysam menimcha bo'ladi. Lekin mashinam nimagadir g'alati yuryapti. O'zim ham tushunmayapman nima bunaqa bo'layotganini. Tak, datchik yonib qolibdi. Obbo, datchikni yomon ko'raman, yonib qolishini har doimgidek. Tak, o'chirib qo'yamiz va o'zi o'chdi yaxshi. Reddi qayerda ekan? Reddi uyning yonida kutib o'tiribman degandi, lekin Reddi yo'q. Lekin Kirani juda ham to'xtatishni xohlagandim, lekin to'xtamay qochib ketdi, hayronman. Tak, nahotki Reddi bo'lmasa, doim shunaqa qiladi. Kelyapman deb turib har doim Voy, Jo'xa, to'xta. Keldingmi? Iltimos, u qizni unut. Nimaga? Bu qizni kuzatayotganlar seni ham ortingdan tushishgan. Kim ular? Ular juda xavfli, seni bir kechada yo'q qilishi mumkin. Yo'q, unaqa emas. Men u narsalardan xabarim yo'q, shunchaki astronomik xavfli jinoyatchi ekanini bilaman xolos. Nega unaqa bo'lishi mumkin, ha? Tushunarli. Mayli. Bo'pti, mayli, yaxshi bor. Nimaga bunaqa qilaveradi bu Reddi? Hayronman. Endi baxtim topdim deganda shunaqa qilib o'tiraveradi menga. Janob, qiz o'zidan uni uzoqlashtirdi. Ha, xuddi shunaqa. Demak, qiz qo'rqyapti. Qo'rquv esa xatoga olib keladi. Biz esa bu xatodan to'g'ri foydalanishimiz kerak.